قل يا أيها الكافرون Ey Muhammad, ayting, ey kofirlar, لا أعبد ما تعبدون men sizlar ibodat qilayotgan narsaga, but va sanamlarga ibodat qilmasman. ولا أنتم عابدون ما أعبد Sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qiluvchi emassiz. ولا أنا عابد ما عبدتم Men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qiluvchi emasman. ولا أنتم عابدون ما أعبد Sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qiluvchi emassiz. لكم دينكم ولي دين Sizga o'zingizning diningiz, menga o'zimning dinim.